Nimaga hamshiralaringiz mendan xabar olgani yo'q? Savolimga javob bering. Hamshiralar endi ishga kelishyapti. Keyin bu yer kasalxona. Sizni shaxsiy mulkingiz emas. Aytgan joyi, ana tilla plitkalarni nima qilamiz? Ularni ham bankka qo'yamiz. Shunda yengil bo'lib ketaman. Qo'lda olib keta olmayman-ku. To'g'ri. Assalomu alaykum Sodiq Turg'unovich. Alaykum assalom. Yaxshi dam oldingizmi? Yo'q, Tinchlikmi? kechasi bilan aroq sirab uxlolmadim. Pari. O'zimni pariyim osmondan tushlarmi yerdanmi? Xudodan qarshimdan chiqmasligingizni so'ragandim. Buni qara-ya. Xudo seni eshitmabdi-da. Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi Sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Assalomu alaykum. Nima bo'ldi? Bankda mazalar qochdi. Yurak xuruji. Kimdir asabiga qattiqroq tekkan bo'lsa kerak-da. Sevgan xotinlari. Bor budini shilib ketdi. Nima? Nazokatmi? Ha, o'sha. Boy uni o'zidan ham ko'p yaxshi ko'radi. Seyfdagi pullarni ko'rsatibdi. Yaramas xotin. Haqiqiy pullarini olib, soxtasini qo'yib ketgan. Qachon bo'ldi bu voqea? Kecha. Undan oldin bo'lgan hech kim bilmaydi. Balki u olmagandir. Aka, undan boshqa hech kim bilmaydi. Mana, telefoni ham o'chiq. Aniq qochgan. Endi nima bo'ladi? Bilmadim. Pul-ku o'z yo'liga. Lekin Sodiq Turg'unovich ahvollari og'ir. Tirik chiqarlarmi yo'qmi? Xudo biladi. Yomon bo'pti lekin. Bu ayol boyni puli uchun boshini aylantirib yurgan edi. Oxirgi payt hamma kelib gapirdi. Video rasmlarni ko'rsatishdi. Lekin Sodiq Turg'unovich ishonmadi. Nazokatxon yaxshi ayol deb, unga pul kerak emas deb, ko'zi to'q deb o'zlarini ishontirdi. Mana o'sha spo ayol hamma yonni bulg'ab ketdi. Go'rga tiqibdi-da. Ha, shunaqa. Shunga sizni chaqirdim. Biror nima bo'lsa, men nima qilaman bilmadim. Boshqa birov yaqinlari bormi? Ha, xotini bor. Bolalari chet elda. Shu, boshqasini men ham bilmayman. Ha, mayli. Umid qilamiz, doktor chiqsinchi, qani nima derkan. Og'zingga qarab gapir. Isboting bormi? Isbotim bor. Ammo vaqtim yo'q. Agar vaqtida ichki ishlarga murojaat qilganimda, seni oyog'ing yerga tekkizmasdan olib ketishgan bo'lardi. Demak, isboting yo'q. Isboting bo'lganda, hozir shu yerdan kishandlab olib chiqib ketishardi. To'g'rimi? Dalil yo'q. Isbot yo'q. To'g'ri, hozir qo'limda dalil yo'q. Lekin ertaga aniq bo'ladi. Ertaga baxtimga bu yerda bo'lmayman. Yaxshiyam uzoq-uzoqlarga uchib ketaman. Cholni xonavayron qilib mazza qildingizmi? Chol seni raqibing, dushmaning edi-ku. Endi rahming kelyaptimi? Chol meni ustozim bo'ladi. To sen paydo bo'lib o'yin boshlamaguningcha. Xotiningdan ajratvordi-yu. Bu kamlik qildimi? Sen unga rahming kelmasin. Qilgan hamma ishlarni jazosini olyapti. Unga bu ham kam. Ko'r nimak. Nima jazosini sen berasanmi? Kimsan o'zi uni jazolaydigan? Meni senlama. Uzr.
jinoyatchi o'g'irlarni sizlolmayman. Bu yerda korchaloli qilguncha borib xotiningga yalinib yarashib ol. Yana shartta boshqa erkakni bo'yniga osilib olmasin, rosa usta ekan. Maraz, og'zingga qarab gapir. Haqorat qilma. Statiya bor. Yana 15 sutkaga o'tirib chiqmagin. O'zingcha qonunni bilasan-da, Xudo jazoingni bersin. Seni baribir bir kun qamoqqa tiqaman. Agar qaytib kelsam, Qaytib kelasan. Nazokatxon, vaqt bo'ldi. Ketamizmi? albatta. Xayr. Marhamat. Ish qilib tuzalib ketsin-da. O'zi yaqinda operatsiyadan chiqqandi. Uni ko'tara olmasalar kerak. Boyni boshini yeyishdi. Pullari o'zini boshiga yetdi. Pullar emas, sevgisi uni boshiga yetdi. Voy, necha marta aytdim-a, boy, qo'ying shu ishlarni deb. Yo'q. Men uylanaman. Uylanishga haqqim bor dedi. Qani shu baxt? Qayoqqa ketdi? Voy, shu birinchi xotinim bilan yarashib yashaversa bo'lardi-ku. Nosir aka, nazokatni birinchi ayollari Manzura opa jo'natgan ekan. Nega endi? Ikkalasini tili birmikan? Ha. Ular ikkalasi boyni ado qilishgan. Xudoyim ey. Bu dunyoda kimga ishonishni ham bilmaysan. Menga shu narsa alam qilyapti. Boyni qo'lga olish uchun atrofdagi hammani chetlatdi. Faqat uni aytgani bo'lardi. Oxirgi payt menga ham bosim qilishni boshladi. Eng yomoni Sodiq Turg'unovning choyiga sekin ta'sir qiluvchi modda qo'shib borayotganini men bilib qoldim. O'shaning uchun ham boy uni choyini ko'p maqtar ekanda. Ha, shunaqa. Odamni o'rgatib qo'yuvchi, bog'lab oluvchi modda. Xuddi narkotikga o'xshash. Qayta-qayta ichkisi keladi. Ha. Boy bu choyni ichib asablari tinchlanardi. Eng yomoni o'sha choy oshqozonda rak keltirib chiqaradi. Shunaqami? O'ploqlar, marazlar, hammasi bu pul uchun. Ha, shunaqa. O'laksalar, quzg'unlar. Bunisi kim bo'ldi endi? Yana bitta sho'ri qurg'urdirda. O'lja bo'lsa kerak. Aytdim-ku, qo'limizdan ishlasa kelmaydi deb. Yana suvdan quruq chiqdimi? O'z haq-huquqlarini biladigan o'g'rivachcha. Essiz. Aka, men bu ishni shundoq qo'ymayman. Bu ayolning ustidan ariza berib, jinoiy ish qo'zg'ataman. Hamma qilgan marazliklarni bo'yniga qo'yamiz. Nima bunga shahar bedarvozami? Nimani xohlasa shuni qiladigan. Eng yomonini aytaymi? Xo'sh, Bu hamma ishni qonuniy bajaradi. Orqasini shunaqa tozalab ketadi, dalil isbot topa olmaysiz. Men o'zim ham alamusta rosa harakat qilganman. Ammo udasidan chiqa olmadim.
Aniq bilaman. Seyfni tekshirib barmoq izlarini izlasa, buni barmoq izi chiqmaydi. Topamiz. Men o'zim shu ishga kirishaman. Bolalari o'z tilidan ilinadi. Bolalari? Ularning gapiga kim ishonardi? Ikkita tekinxo'r, telbayu onasini puliga yashab yurgan tekinxo'rlar. Ana o'shalar onasini sotadi. Mana ko'rasiz. Unda ishga kirishaylik. Ketdik. Xo'sh, xonim. Parvozga tayyormisiz? Albatta. Bizni hali yorqin kelajak kutib turibdi. Shuning uchun ham siz bilan ketishga qaror qildim-da. Bunga aslo afsuslanmaysiz. Balki. Har qalay, yangi shahar, yangi hayot. Qiynalib qolsam, yordam berarsiz? Albatta. Cholni yarim millionga uxlatganimni bilsa, nima qilarkin? Ish qilib meni qancha pulim borligini bilib qolmasin-da. Bu safar katta o'lja bilan ketyapman. Boyni chindan ham puli ko'p ekan. Qolgan narsalar ham cholni o'limiga bemalol yetadi. Shuncha pulni nima qilardi? Go'riga olib ketarmidi? Nazokat, sen chet elda oddiy qishloq qizi bo'lib emas, knyaginya bo'lib yashaysan. Hozir shu turishda Botirdan ham boyroqsan, lekin buni unga bildirmaslik kerak. Bo'lmasa yomon bo'ladi. Men qo'limni yuvib kelay, sumkamga qarab turing. Xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima bo'ldi? Topdinglarmi? Topdik. Ammo ushlab qolishning imkoni bo'lmadi. U bizni ustimizdan kulib, ko'z o'ngimizda samolyotga chiqib ketdi. Qayerga ketdi? Shuni bila olmadik. Endi nima bo'ladi? Bu ayol keltirgan ziyonlarni hisobi yetmayapti. G'aybulla aka qanilar? Ichki ishlarga ariza bilan murojaat qilgan ketdilar. Xalqaro qidiruv orqali topsa bo'lar ekan. Muhimi uni o'g'riligi, firibgarligi isbotlansa bo'ldi. Unda men ham ariza beraman. Ekspertiza xodimlarini Sodiq Turg'unovichning uylariga yuboraman. Kameralarni ochittiraman. Bitta bo'lsa ham dalil topamiz. Yaxshi. Mayli bo'lmasa meni ozroq qiladigan ishlarim bor. O'sha ishlarimni bitirib, Sodiq Turg'unovich o'ziga kelganda kelaman. Kelishdik. Charchamang. Boy dushmanini deb yurganlari do'st bo'lib chiqdi. Do'stim deganlari ortidan pichoq tiqib ketdi. Odamlar ne kunlarga solmaydi. Seni uying ekanligini men qayerdan bilaman? Opa, bo'ldi. Noz qilmang. Ikkalamiz endi quda bo'lamiz. Ko'p gapirmagin. Qizim hali yosh, o'qish kerak.
O'zimiz o'qitib olamiz. Meni qaynotam rosa yaxshi insonlar. Ovqatlarini ham o'zlari qiladilar. Yonlarida dadajon deb tursa bo'ldi. Voy, Sodiq Turg'unovich hali ham qaytmadi. Vaqt kech bo'lib ketyapti. Qayerda yurgan ekan bu odam? Iloyim qaytmasin. Unaqa demagin. Agar qaytib kelmasa, biz baloga qolamiz. Nimaga baloga qolamiz? O'zi chiqib ketdi-yu, biz haydadikmi? Ish qilib tinchlik bo'lsin-da. Menga shu tinchlik yoqyapti nimagadir. Keksa odam ustidan kulish yaxshi emas, Pari. Maraz odammi deng? Hammani boshiga balo yog'diradigan inson deng? O'lib ketmaydimi? Dunyo bitta marazdan qutuladi. Pari, bo'ldi qil. Biz shifokormiz. Bemorlarning sog'lig'i uchun mas'ulmiz. Ular haqida bunaqa gapirish yarashmaydi. Vazifamizni bajarishimiz shart. Qolaversa, qaysidir ma'noda bu odamga rahmat aytishimiz kerak. Nega? Dushmanlarga rahmat aytishni bilish kerak. Ular seni o'stiradi. To'ppa to'g'ri. Kecha ijtimoiy tarmoqda Yulduz men dushmanlarimdan minnatdorman dedi. Ular tegimni kovlab turmaganda o'solmasdim dedi. Shular menga yordam beryapti dedi. Pari, sen ham bu odamdan qaysidir ham tarafdan minnatdor bo'lishing kerak. Mana men Anakondaga rahmat deyman. Ishimni qaytarib berdi. Ham erlik, ham uylik, ham bolalik bo'lib oldim. Agar Anakonda meni ishdan haydamaganda, men shuncha narsalarni yo'qotgan bo'lardim. Tavba. Opa, hozir hamma psixolog. Men ham shaxsiy tajribalarim asosida trening o'tkazaman. Yonimga Parini olaman. Matluba, siz murabbiy bo'lasiz. Voy, qo'ysa ishchi. Shu yetmay turuvdi o'zi. Kechirasiz, Dodani yaqinlarimisiz? Ha. Ahvollari yaxshimi? Yurak xuruji. Gapiryaptilarmi? Hushsiz yotgan taqdirda ham pullarim deyapti. Dodani pullari ko'pmi deyman? Ha, o'sha pullarni olib ketishgandan keyin boy mana shu ahvolga tushib qoldi. Pul miyalarga o'rnashib qopti-da. Ha, pul degan bo'lsa, demak, tildan qolmabdi. Avval ham yurak xurujini boshdan kechirganmilar? Ha, oldin insult bo'lganlar. Keyin oyoqqa turib ketganlar. Ketib qolarmikinlar deb o'ylagandim. Jonlari qattiq ekan. Yuraklari ishlab ketdi. Xudoga shukr. Rahmat sizga. Mayli, nazoratda bo'laylik. Xo'p, sizga rahmat. Xo'p. Balki ataylab o'chirishgandir. Aka, sizni telefonga chaqirishyapti.
Eshitaman. Aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Menda gumonlanuvchi shaxs bor edi. Xo'sh, eshitaman. Menimcha u Cholni xotini. Xo'sh, kim ekan? Nazokat Botirovna degan ayol. Bu ayol avvalan firibgarlikda ayblanib qamalgan. Keyin Cholni boshini aylantirib, bor butun ishilib ketdi. Qayerga ketgan bo'lishi mumkin? Xabaringiz yo'qmi? Uni bugun aeroportda ko'rdim. Qochib ketdi. Qo'limda isbot dalil bo'lmagani uchun ushlolmay qoldim. Lekin qayerga qochganini bilolmay qoldim. Buni aniqlashtirish oson. Ism familiyasi orqali 2 daqiqada topib olsa bo'ladi. Yashash manzilini bilasizmi? Ha, bilaman. Bolalari ham o'sha yerda. Agar hozir vaqtida borib, olib chiqilinmasa, bolalari ham qochib ketishi mumkin. Mayli. Menga manzilni bersangiz, odam jo'nataman. Ha, men ham Sodiq Turg'unichning uyiga yaqinlashib qoldim. Xohlasangiz birga borib kelamiz, vaqtingiz bo'lsa. Yaxshi bo'lardi. Kutaman. Aha. Xo'p. Bo'pti. Mana. Pullarim. Tillalarim. Banu. Banu tillalarim. Tillalarim Banu. Boy. Xavotir olmang. Qidirishyapti. O'zi yaxshimisiz? Yo'q. Yomonman. Sal qoldi o'lib qolishimga. Unday demang. Nosirboy, meni tunab ketishdi. Chuv tushirishdi, chuv. O'ylamang. Avval o'zingiz tuzalib oling. Pul topiladi, do'stim. Men pullarsiz qanday yashayman? Mana bizda ham pul yo'q, yashab yuribmiz-ku. O'lib qolganimiz yo'q. Rizqimizni Alloh yetkazdirib turibdi. Nosirboy, men pulsiz qola olmayman, pulsiz yasha olmayman. Kattaga o'rganib qolganman. Yonimda pullarim bo'lmasa, o'lib qolaman siqilib. O'lmaysiz, boy. Ko'p vahima qilavermang. Do'stim, bu qarg'ishmi deyman? Yana o'sha holat qaytarilyapti. Yana xiyonat. Yana uni ortidan kelgan kasallik. Bu meni taqdirimga yozilganmi? Nosirboy, nega faqat shu voqealar men bilan takrorlanaveradi, nima uchun? Har safar yana qaytadan oyoqqa turishimga to'g'ri keladim. Kim biladi deysiz, boy? Avval tuzalib oling. Undan keyin o'g'rini ham topamiz, pulni ham topamiz. Mana ichki kishilarga xabar berib qo'ydik. Qidirishyapti. Xavotir olmang. Pullarim, oltinlarim. Hammasi havoga uchib ketdi-ku. Nima uchun, nima sababdan? Nima sababdan? Nima uchun? Qayerda xato qildim? Qayerda? Oching eshikni. Oching. Tinchlikmi? Darvozani tagida 2 kishi o'tiribdi. Darvozani yopayotgandim, meni sezib qolishdi. Nimaga chiqasan? O'zingiz ketamiz dedingiz-ku? Hamma yo'lni yopib, yig'ishtirib chiqayotgandim.
Endi nima bo'ladi? Bo'pti, tinchlan. Ochmaymiz. Taqillatib ketishadi. Oyjon qochib ketdilar. Nima endi qamoqda biz o'tiramizmi? O'chir ovozingni. Baqiravermagin jim. Ular ataylab quflab oldi. Eshikni ochinglar. Foydasi yo'q. Ichki ishlardanmiz. Foydasi yo'q, qulflab oldi. Jim, ketishini kutib turamiz. Keyin sekin suramiz. O'zi boya ketishimiz kerak edi. Siz uxladingiz. Men ham odamman. Charchayman. Uxladim-da shunga. Oyimni u yoqqa bu yoqqa olib borib charchadim men ham. Endi nima bo'ladi? Kutamiz, bo'ldi. Men bir qaraychi. Qarang. Eshikni oching, ichki ishlardanmiz. Aka, befoyda urinyapsiz, ochmaydi. Baribir ochmaydi bular. Yaxshisi ularni mashinada poylab turamiz. Mayli. Ketishdimi? Menimcha ketishdi. Ay. Bo'ldi, endi biz ham qochaylik tezroq. Yuring. Xo'liqma. Sal nari ketsin. Keyin ketamiz. To'g'ri. Yana qaytib kelib qolishmasin-a? Bo'pti, sumkalarni pastga olib tushiraylik. Ketamiz. Yuring. Sekin. Chiq, ketdik. Oldiga tush. Shoshib qolmayapsizlarmi? Ichki ishlar mayori Husan Tangriyevman. Javlon Shokirovmi deysiz? Ko'zlarimga ishonmayapman. Nazokat opani yordamchisi, haydovchisi uni o'g'li bo'lib chiqsa. Nima oilaviy firibgarmisizlar? Ularning ismlari Javlon emas, Nodir. Hali sizlar ham isminglarni o'zgartirib olganmisizlar? Men faqat onanglarning ismlarini bilar ekanman. O'zgartirib olganimni. Bizda nima ishinglar bor? Onamni qidirib kelgan bo'lsanglar, onam yo'qlar. Biz shoshib turgandik. Kechirasizlar, ruxsatinglar bilan. Mayli. Shoshmanglar. Ketamiz. Birga ketamiz. Sizlar tovlamachilikda ayblanyapsizlar. Biz bilan idoraga borishga majbursizlar. Qani? Biz hech narsa qilmadik. Bizning aybimiz yo'q. Hammasini o'joy olganlar. To'g'rimi ayting? Jim bo'l, o'chir ovozingni. Meni aybim yo'q. Meni qo'yib yuboringlar, iltimos. Hammasini idoraga borib gaplashamiz. Kim olgan, nimaga olgan? Qani, oldimga tushinglar. Yuringlar. Yur. Do'dan yuraklari xuruj qilib qoldi. Hozir shoshilinch tibbiy markazdalar. Bugun ertalabdan asabiylashayotgandilar. Nima bo'ldi o'zi? Kimdir Do'dani pullarini uxlatib ketgan. Bu odamni puli tugamaydi deb eshitgandim. Opa, katta pul yo'qolgan. Juda katta pul. Uncha-munchaga yuraklarni oldirmasdilar. Topilib qolar. Topiladi. Ichki ishlar shug'ullanyapti. Nima qilay? Narsalarni yig'ib beraymi? Mayli endi. Bu yerga qaytmasalar kerak. Qaytmaganlari ma'qul. O'sha yerda kompleks muolaja olishlari kerak. Men o'zim kerakli dorilarni yozib beraman. Shunda
Do'dada yuqumli kasallik bormi? Siz bilmasmidingiz? Oytisga chalinganlar. Yo'q. Meni xabarim bo'lmagan. Orttirilgan immunitet tanqisligi. Qo'rqmang, bu kasallik havodan, idishdan yuqmaydi. Faqat qon va muloqot orqali yuqishi mumkin. Hozir bundan ham xavfli viruslar chiqib ketgan. Agar juda ham yuqumli bo'lganida, biz bu yerda ishlamasdik. 20 yildan beri kasallarni davolaymiz. Xudoga shukr. Biron ziyon yetgani yo'q. O'zim ham aytdim, nega do'da hech tuzalmayaptilar deb. Immunitetlar tushib ketgan ekanda. Shunaqa. Lekin doim o'zlariga qarab davolanib yuradilar. Bo'lmasa allaqachon o'lib ketgan bo'lardilar. Bo'lmasa siz yo'lakda kutib tursangiz, hamshiralarga aytaman, narsalarni yig'ishtirishadi, olib chiqib berishadi. Xo'p bo'ladi. Qizlar, Sodiq Turg'un ish narsalarini yig'ishtirib beringlar. Nimaga? O'ldimi? Ay, yuragi xuruj qilib qopti. Boshqa kasalxonaga yotqizishibdi. Voy rostdan. Nimaga? Kimdir pullarni o'g'irlab ketganmish. Voy, tavba. Ana bo'lmasa, Kim olgan ekan, opa? Bilmadim. Sodiqboyni ham tunasharkan-ku, a? Sodiqboy hammani tunab yurardi. Shunaqa, zo'rdan zo'ri chiqibdi. Ana endi o'lishi aniq. Pari, borib ko'rib kelasanmi, hol ahvol so'rab? Opa. Tavba. Boshqa qiladigan ishim yo'q meni. Qizlar, bo'ldi, yordamchisi kutib turibdi. Narsalarni yig'ishtirib berib yuborish kerak. Tezlashinglar, bo'linglar. Xo'p. Yur, Pari. Ey, Sobiq eringni narsalarini Opa! joylashtir. o'zingiz qiling. Sizga aytdilar. Xo'p. Ketdik. Tinchlikmi? Kayfiyating yo'q qizim? Menga Said aka kerak edi. Saidni nima qilasan? Ishim bor. Saidni bir ish bilan viloyatga jo'natganman. Qachon qaytadilar? Bugun emas, ertaga qaytadi. Nikohga yetib keladi. Men ham shu haqida gapirmoqchi edim. Dildora, bu mavzu muhokama qilinmaydi. Sen uyga bor. Ishlaringni qil. Alo. Bir yangilik bor edi. Xo'sh, nima bo'ldi? Gapir. Sodiqning xotini tushirib, pullarni o'g'irlab o'zi qochib ketibdi. Yaxshi bo'pti. Bo'larkan mana xushxabar. Sodiqboyni o'zichi Yurak xuruji bilan kasalxonada yotibdi. ish qilib tildan qolmabdimi? Yo'q. Tirik. Menimcha chalajon. Mana buni yangilik desa bo'ladi. Hamma yigitlarni yig'. Bugun ziyofat beraman. Meni hisobimdan. Xo'p, Tinchlikmi, dada? yangilik qizim. Nazokat Sodiqni chuv tushirib qochib ketibdi. Pullarni o'g'irlab ham ketibdi. Rostdanmi? Sodiqboy kasalxonada emish. Ana o'sha ablah seni oilangni buzgan. Mana endi ko'ramiz. Xo'sh, bir boshdan gapiring. Sodiqboyni qayerdan taniysiz? Men uni kompaniyasida ozgina shunchaki ishlaganman xolos. Kim bo'lib? Haydovchi bo'lib. Yolg'on gapirmayapsizmi? Yo'q. Nimaga yolg'on gapiraman? Kim sizlarni tanishtirgan? Nazokat Bodirovni. Nimaga bizni chalg'itmoqchi bo'lyapsan? Malika Shakirovni unismi? Shunaqami?
U kishi nechta ism bilan yurganlar? Faqat bilganim shu. Nazokat Bodirovna deb chaqirishardi xolos. Yana nimalarni bilasan? Ularga yordam berganmisan? Qayerga bekitdilaring pullarni? Oyman men ham hech narsa olmaganmiz. Nimaga bo'lmasam qochib ketdi? Avval isbotlanglar pul o'g'irlaganimizni. Shunaqa degin? Mana bu seyfdan topilgan pullar. Bularda barmoq izlari bor. Taniyapsanmi? Bu yerdan Nazokat Botirovna va seni ham barmoq izlaring chiqdi. Demak, oyinga yordam bergansan. To'g'rimi? Yolg'on. Bularning hammasi tuhmat. Barmoq izlari qolgan deyapman senga. Biz faqat fakt bilan ish qilamiz. Sen oyinga jinoiy sherik bo'lgansan. Men hech narsa bilmadim. Xabarim yo'q. Xo'sh. Endi to'g'risini ayt. Haqiqiy pullarni qayerga qo'ygansizlar? Menga qara. Men senga yordam beraman. Yosh ekansan, o'zingni qiynama. Sen ham menga yordam bersang, shunda jazoing yengillashadi. Qayerga qo'ygansizlar pullarni? Bankka borib viza kartaga o'tkazib qo'ydik. Mana bu boshqa gap. Nargiz opa. Dugonangiz boyi pulni olib qochib ketibdi. Voy. Nazokatmi? Ha? Chol o'lay deb yotganmish. Voy, oldingi yerlarni ham uydan haydagan bu. Bunisidan ham qochibdi-da. Ha, usta ekan. Hamma bilardi shu makkor ayolligini. Bitta chol bilmadi xolos. Nazokatni endi tuta olishmaydi. Tutishadi opa. Cholni shunaqa dushmani ham, do'stlari ham ko'p. O'shalar tutib olib kelib beradi, ko'rasiz. Qancha pulni uxlatibdi? Bilmayman. Yaramas, yeb to'ymas. Marazni bizni oilani buzib ketgani qoldi. Hammasiga o'sha ayol aybdor. Mayli, o'zingiz ishingiz nima bo'ldi? Said aka yo'q, viloyatga ketibdilar. Nikoh nima bo'ladi endi bo'lmasa? Bilmadim opa. O'ylagan sarim yuragim orqaga tortib ketyapti. Mayli, o'ylamang, hammasi yaxshi bo'ladi. Menimcha u mendan ataylab qochib yuribdi, aynib qolmasin deb. Mayli, siz siqilmang. Sizga siqilish mumkin emas hozir. Uyga boraylik. Qochib ketibdimi? Eringiz bilan suhbat o'tkazdik. Endi siz bilan kelishib olaylik. Bilasiz, yolg'on gapirganlik uchun qonun oldida javobgarlikka tortilasiz. Ha, bilaman. Xo'sh, Sodiq boyni qayerdan taniysiz? Men-chi, ularni uylarda ozgina ishlaganman. Kim bo'lib? Oddiy xizmatchi. Kim sizlarni tanishtirgan? Oyjon. Oyjoningizni ismlari nima? Nazokat opa. Siz ham aldashga urinyapsiz-a? Sizni ogohlantirdim. Yo'q. Haqiqiy ism familiyalari nima? Malika. Meni ojon o'zlari olib borganlar. Men ishlamayman desam ham qo'ymadilar.
Majburlab ishlatdilar. Oyijoningizni nechta ismlari bor? Oyijonning ismlari-chi, rosa ko'p. Har yangi erga tegganlarida o'zgartiraveradilar. Umida Hasanova, Malika Shokirovna, Nazokat Botirovna. Keyin undan oldingilarini bilmayman, esimda yo'q. Xo'sh, yana nimalarni bilasiz? Iltimos, meni qamab qo'ymanglar. Agar rostini gapirsangiz qamamaymiz. Bo'ldi, menchi hamma bilganlarim sizga aytib beraman. Oyjonchi, o'zi har doim boy erlarga tegib, ularni pullarini shilib yuradilar. Uyini, keyin mashinalarini ham o'zlarining nomlariga o'tkazib olganlar. Ularni bitta emas, rosa ko'p mashinalari bor. Keyin o'sha pullarga mazza qilib yashaydilar. Keyin bizni ham pul topsin deb o'sha erlarning uyiga joylashtirib qo'yadilar ishga. Xo'sh, keyinchi? O'sha pullar qayerda turadi? U pullarni qayerda turishini menga aytishmaydi-da. Pullarni-chi faqat o'zlari hal qiladilar. Hattoki o'zlarining o'g'illariga ham yetmaydilar. Shunaqa. Tushunarli. Yaxshi. Nasirboy, Labay. Bonu qani. Boring. Nazokat Bonuni chaqiring. U yo'q. Qayerga ketadi, qayerga? Menga qarash kerak, boring chaqiring. Ofisda bo'lsa kerak. Kompaniya ishlari ham bir o'ziga qolib ketdi. Unga oson emas. Sodiqboy. Hadeb gulum deyavermang. U gul emas, chaqirtkanak. Sizni pullaringizni o'sha o'g'irlab qochgan. Yo'q. Yo'q. Bo'lishi mumkin emas. Bu yolg'on bu. Buni afzal yoqqa parvoz qilgan. Nazokat bo'yiga atayin to'g'achyapti. Men buni aniq bilaman. Voy boy. Sizni ko'zlaringiz ko'r bo'lib qopti. Do'sti dushmanni ajrata olmasdan qopsiz. Voy. Ular uyingizda shuncha pul borligini qayerdan biladi? Sepda pul borligini o'zingiz bilan nazokat bilardi xolos. Yo'q. Qimorvoz bolalari qilgan bu ishni. O'sha dushman deb bilgan Afzal bilan G'aybulla siz ortingizdan yelib yugurib yuribdi. Nazokatni qo'lga olish uchun qidirib yuribdi. Yo'q. Yo'q, ishonmayman. Voy boy. Agar ishonmayotgan bo'lsangiz, ichki ishlar xodimlari kelib sizga tushuntirib qo'yishadi. Yo siz aqldan ozgansiz, yoki ateş shunaqa tutyapsiz o'zingizni. Bo'ldi endi o'zingizga keling-da axir. U ayolning yolg'onchiligini tan olishingiz kerak. Voy boy, o'sha siz dengiz deb o'ylaganingiz aslida sarob. Yaxshi ayol emas. Yo'q. Nahotki meni nazokat aldagan bo'lsa, men unga aytganman-a, yolg'onni kechirmayman deb-a. Nazokat. Mumkinmi boshliq? Kiring. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat.
Malika Shokirovnani pullari muzlatildi. Shu bo'yicha mana hisobot ham olib keldim. Rostdan ham hisobiga 500 ming dollar tushgan ekan. Undan tashqari katta miqdorda tilla plitkalar ham bankdagi yacheyka omonatga qo'yilgan. Yana qanaqa ma'lumotlar bor? Aeroportdan ma'lumotlar keldi. 4 soat avval Moskva aeroportiga qo'ngan, registratsiyadan o'tgan. Moskvadagi hamkasblarga xabar berildimi? Ha, berildi. Menga Malikani hamma mol-mulk haqidagi ma'lumotlari kerak. Xo'p bo'ladi. Kechgacha ma'lumotlar stolingiz ustida bo'ladi. Bo'shsiz. Xo'p. Bu ayol katta pulni o'mardim deb o'ylagan. Aslida o'zini asl yuzini ochib berdi. Endi uni hamma qing'irishlari ochildi. Xo'sh, ko'raylik-chi. Voy boy. Nega bunchalik qaysarsiz, ha? Nega odamning gapiga quloq solmaysiz? Bilasizmi, Nasurboy? Men bir umr yolg'iz qolishdan qo'rqqanman. Qo'rqqani oldinga kiradiganlari shu ekan. Nazokat ham meni tashlab ketdi. Boyim, mehribonim desa erib ketibman. Mana endi hech narsasiz qoldingiz. O'lganim yaxshi edi. Menga har xil psixotrop moddalar qo'shib berardi. O'zimni o'zim boshqara olmay qolganman. Bilgan paytimda allaqachon kech bo'lgandi. Shuning uchun mana hammasini to'la to'kis yozdim. Ano yangi xotini bor-ku, o'sha bor budini shilib qochib ketibdi. Yaqin orada o'lib qolsa ham kerak. Hech ham tuzukroq er uchramayapti. Oxir dadamga yo'q dedingiz-ku? Endi dadangiz o'zlariga mos onaxonmi birortasini topsinlar. O'zicha bizga do'q qilib ketgandi. Bugun bo'lsa, erini hamma pulini olib qochib ketibdi. Menda ham qalb bor, ko'ngil bor. Dadamga o'ylab ko'rdim. Endi kech. Men Saidga laf siqib qo'ydim. இந்த வீடியோ பதிவுல சொல் மற்றும் அதுக்கான பொருள் என்னங்கறத பார்க்க போறோம். நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா 6ஆம் வகுப்புல இருந்து 10ஆம் வகுப்பு வரை இருக்கிற அனைத்து சொல்லும் பொருளும் அதை நம்ம எடுத்துட்டு வந்துட்டோம். மொத்தம் பாத்தீங்கன்னா 129 கேள்வி இருக்கு. இந்த கேள்விகளை முழுமையா பார்த்து வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். கண்டிப்பா எக்ஸாம்ல கேட்பாங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த கேள்விகளை அட்டன் பண்ணுங்க. அட்டன் பண்ணி முடிச்சுட்டு உங்களுடைய ஸ்கோர் என்னங்கறத மறக்காம கமெண்ட்ல போட்டு விடுங்க. சரி, ஓகே, நம்ம கேள்விகளை பார்க்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் கேள்வியை பாருங்க. மேதினி என்ற சொல்லின் பொருள் என்ன? மேதினி. இதுக்கான விடை மேதினினா உலகம். அடுத்த கேள்வி தொன்மை. தொன்மை. இதுக்கான விடை தொன்மைனா பழமை. அடுத்த கேள்வி கொங்கு. கொங்கு. இதுக்கான பதில் கொங்குனா மகரந்தம். அதுக்கு அடுத்த கேள்வி அலி. அலி. அலி என்ற சொல்லுக்கான பொருள் அலினா கருணை. அடுத்த கேள்வி அலர். அலர். அலர் என்ற சொல்லின் பொருள் அலர்னா மலர்தல். அடுத்தது ஔடதம். ஔடதம். ஔடதம் என்ற சொல்லின் பொருள் மருந்து. ஔடதம்னா மருந்து. அடுத்தது மாசர. மாசர. மாசர அப்படின்னா குற்றம் இல்லாமல். அடுத்த கேள்வி தூற்றும்படி. தூற்றும்படி. இதுக்கான பதில் இகழும்படி. தூற்றும்படினா இகழும்படி. அடுத்த கேள்வி இளைத்து. இளைத்து. இளைத்து அப்படின்னா பதித்துன்னு அர்த்தங்க. அடுத்தது சமர். சமர் அப்படின்னா இதை எக்ஸாம்ல கேட்க வாய்ப்பு இருக்குங்க. சமர்னா
போர்னு அர்த்தம். அடுத்த கேள்வி ஆழி. ஆழி இதுக்கான விடை ஆழினா கடல். அடுத்த கேள்வி கூர். கூர் இதுக்கான பதில் கூர் அப்படின்னா மிகுதி. அடுத்தது ஏவல். ஏவல் இதுக்கான பதில் ஏவல்னா தொண்டு. அடுத்தது சுயம். சுயம் இதுக்கான விடை சுயம்னா தனித்தன்மை. சுயம்னா தனித்தன்மை. அடுத்த கேள்வி கும்பி. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது எக்ஸாம்ல வர வாய்ப்பு இருக்குங்க. கும்பி. கும்பினா வயிறு. அடுத்த கேள்வி பூதலம். பூதலம் இதுக்கான பதில் பூதலம்னா பூமி. அடுத்தது நெறி. நெறி இதுக்கான பதில் நெறினா வழின்னு அர்த்தங்க. நெறினா வழி. அடுத்தது ஒப்புமை. ஒப்புமை ஒப்புமைனா இணை. அடுத்தது முகில். முகில் முகில்னா மேகம். முகில்னா மேகம். அடுத்த கேள்வி உபகாரி. உபகாரி இதுக்கான பதில் உபகாரினா வள்ளல். அடுத்த கேள்வி நச்சரவம். நச்சரவம் இதுக்கான பதில் விடமுள்ள பாம்பு. இதை கேட்க வாய்ப்பு இருக்குங்க. விடமுள்ள பாம்பு. அடுத்த கேள்வி கல்லளை. கல்லளை இதுக்கான விடை கற்குகை. கல் அலைனா கற்குகை. அடுத்தது யாண்டு. யாண்டு இதுக்கான பதில் எங்கே. யாண்டுனா எங்கே. அடுத்தது வாரணம். வாரணம் இதுக்கான பதில் யானை. வாரணம்னா யானை. வானரம் அப்படின்னா குரங்கு. சரிங்களா. அடுத்தது பரி. பரி பரினா குதிரை. அடுத்தது மதலை. மதலை மதலைனா தூண்ங்க. மதலைனா தூண். அடுத்து நெகிழி. நெகிழி இதுக்கான பதில் தீச்சுடர். தீச்சுடர். அடுத்தது அலுவம். அலுவம் இதுக்கான பதில் அலுவம்னா கடல். இதை கேட்க சான்ஸ் இருக்குங்க. அலுவம்னா கடல். அடுத்து சென்னி. சென்னி இதுக்கான பதில் சென்னி அப்படின்னா உச்சிங்க. அடுத்தது உரு. உரு. உருன்னா அழகு. உருனா அழகு. அடுத்து வங்கோல். வங்கோல். வங்கோல்னா காற்று. வங்கோல்னா காற்று. அடுத்தது எல். எல் இந்த எல் அப்படின்னா சாப்பிட்ற எல் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த எல்லுக்கு வரும். இந்த எல் அப்படின்னா சூரியன். அடுத்தது வங்கம். வங்கம் இதுக்கான பதில் வங்கம் அப்படின்னா கப்பல். வங்கம்னா கப்பல். வங்கம்னா கப்பல். அடுத்தது மாட ஒள்ளேரி. மாட ஒள்ளேரி இதுக்கான பதில் கலங்கரை விளக்கம். மாட ஒள்ளேரினா கலங்கரை விளக்கம். அடுத்தது நீகான். நீகான். நீகான் அப்படின்னா நாவாய் ஓட்டுபவன். நாவாய் ஓட்டுபவன். அடுத்தது வெறுப்பு. வெறுப்பு. வெறுப்புன்னா மலையை குறிக்கும். வெறுப்புனா மலை. அடுத்தது பிச்சை. பிச்சை. பிச்சைனா கல்வி. அடுத்தது மடமகள். மடமகள் இதுக்கான பொருள் இளமகள். இளமகள். அடுத்தது தகளி. தகளி. தகளினா அகல் விளக்கு. தகளினா அகல் விளக்கு. அடுத்தது வன் சொல். வன் சொல் இதற்கு பொருள் கடுமையான சொல், கடுஞ்சொல் அப்படி வரும். அடுத்தது தாரணி. தாரணி. தாரணினா உலகம். தாரணினா உலகம். அடுத்தது இசை. இசை. இசைனா புகழ்ச்சி. இசைனா புகழ்ச்சி. அடுத்தது மயக்கம். மயக்கம். மயக்கம்னா கலவை. மயக்கம்னா கலவைங்க, நல்லா பார்த்துக்கோங்க. அடுத்தது சேகரம். சேகரம்
சேகரம்னா கூட்டம். சேகரம்னா கூட்டம். அடுத்தது காலன். காலன். காலன்னா யமன். அடுத்தது உவசமம். உவசமம். இதுக்கான பொருள் அடங்கி இருத்தல். உவசமம்னா அடங்கி இருத்தல். அடுத்தது பேர்தற்கு. பேர்தற்கு. இதுக்கான பொருள் அகற்றுவதற்கு. பேர்தற்குனா அகற்றுவதற்கு. அடுத்தது நிகழ் இகழும். நிகழ் இகழும். இதுக்கான பொருள் ஒளி பொருந்திய. ஒளி பொருந்திய. அடுத்தது மட்டு. மட்டு. மட்டுன்னா அளவுன்னு அர்த்தங்க. அடுத்தது முற்ற. முற்ற. இதுக்கான பொருள் ஒளிர. முற்றனா ஒளிர. அடுத்தது அகம்பாவம். அகம்பாவம். அகம்பாவம்னா செருக்கு. அகம்பாவம்னா செருக்கு. அடுத்த கேள்வி மதவேலங்கள். மதவேலங்கள். இதுக்கான பொருள் மத யானைகள். வேலம்னா யானைங்க. அடுத்தது பலவேய். பலவேய். இதுக்கான பொருள் முதிர்ந்த மூங்கில். பலவேய்னா முதிர்ந்த மூங்கில். அடுத்த கேள்வி அளந்தவர். அளந்தவர். அளந்தவர்னா வறியவர். அளந்தவர்னா வறியவர். அடுத்தது வாரி. வாரி. இதுக்கான பொருள் வருவாய். வாரினா வருவாய். அடுத்தது வெறியி. வெறியி. இதன் பொருள் விரும்பி. விரும்பி. அடுத்தது யானர். யானர். இதுக்கான பொருள் புது வருவாய். யானர்னா புது வருவாய். அடுத்தது நமன் மரளி. நமன் அப்படிங்கிற சொல்லும் வரும், மரளிங்கிற சொல்லும் வரும். இதுக்கான விடை காலன். நமன்னாலும் காலம்தான், மரளினாலும் காலம்தான். அடுத்த கேள்வி பிலம் முளை. 2 சொற்கள் வருங்க. பிலம்னா என்ன, முளைனா என்ன? பிலம்னா என்ன, முளைனா என்ன? இதுக்கான விடை மலை குகை. மலை குகை. ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதை கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு, பார்த்துக்கோங்க. அடுத்தது அறுவர். அறுவர். அறுவர்னா தமிழர். அடுத்தது கரி. கரி. கரினா யானை. அடுத்தது நம்பர். நம்பர். நம்பர்னா அடியார். நம்பர்னா அடியார். அடுத்தது பொச்சாப்பு. பொச்சாப்பு. இதன் பொருள் சோர்வு. பொச்சாப்புனா சோர்வு. அடுத்தது தாமசம். தாமசம். தாமசம்னா சோம்பல். அடுத்தது கந்தம். கந்தம். கந்தம்னா மனம். கந்தம்னா மனம். அடுத்தது வாவி. வாவி. வாவினா பொய்கை. வாவினா பொய்கை. அடுத்தது வளர்முதல். வளர்முதல். இதன் பொருள் நெற்பயிர். வளர்முதல்னா நெற்பயிர். அடுத்தது தரளம். தரளம். தரளம்னா முத்து. தரளம்னா முத்து. அடுத்தது பணிலம். பணிலம். பணிலம்னா சங்கு. அடுத்தது கலை. கலை. கலைனா கரும்பு. கலைனா கரும்பு. அடுத்தது கோடு. கோடு. கோடுனா குளக்கரையை குறிக்கும். குளத்தினுடைய கரை. அடுத்தது மேதி. மேதி. மேதினா எருமைங்க. மேதினா எருமை. அடுத்தது சுரிவலை. சுரிவலை. சுரிவலைனா சங்கு. சுரிவலைனா சங்கு. அடுத்தது வேரி. வேரி. வேரினா தேன். வேரினா தேன். அடுத்தது சிமயம். சிமயம். சிமயம்னா மலை உச்சி. சிமயம்னா மலை உச்சி. அடுத்தது பாண்டில். பாண்டில். பாண்டில்னா வட்டம். பாண்டில்னா வட்டம். அடுத்தது நாளிகேரம். நாளிகேரம். நாளிகேரம்னா தென்னை மரங்க. இதை கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு, பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்.
நாளிகேரம்னா தென்னை மரம். அடுத்தது கோழி. கோழி. கோழினா அரச மரம். கோழினா அரச மரம். அடுத்தது இரும்போந்து. இதை வந்து எக்ஸாம்ல கேட்டிருக்காங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். இரும்போந்து. இதன் பொருள் பனை மரம். இரும்போந்துனா பனை மரம். அடுத்தது தோம். தோம் அப்படின்னா குற்றம். குற்றம். அடுத்தது தாமம். தாமம். தாமம்னா மாலை. தாமம்னா மாலை. அடுத்தது வேதிகை. வேதிகை. வேதிகைனா திண்ணை. அடுத்தது வசி. வசி. வசினா மலை. வசினா மலை. அடுத்தது கலாம். கலாம். கலாம்னா போருங்க. கலாம்னா போர். அடுத்தது பொலம். பொலம். பொலம்னா பொன். பொலம்னா பொன். அடுத்தது மைவனம். மைவனம். மைவனம்னா மலை நெல். மைவனம்னா மலை நெல். அடுத்தது கடறு. கடறு. கடறுனா காடுங்க. கடறுனா காடு. அடுத்தது பொலம். பொலம். பொலம்னா அழகு. பொலம்னா அழகு. அடுத்தது துவரை. துவரை. துவரைனா பவளம். துவரைனா பவளம். அடுத்தது சதிர். சதிர். சதிர்னா நடனம். சதிர்னா நடனம். அடுத்தது தெங்கு. தெங்கு. தெங்குனா தேங்காய். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை கேட்க சான்ஸ் இருக்கு. தெங்குனா தேங்காய். அடுத்தது வருக்கை. வருக்கை. வருக்கைனா பலாப்பழம். வருக்கைனா பலாப்பழம். அடுத்தது வெறி. வெறி. வெறினா மனம். வெறினா மனம். அடுத்தது அடிசில். அடிசில். அடிசில் அப்படின்னா சோறு. அடிசில்னா சோறு. அடுத்தது மடிவு. மடிவு. மடிவுனா சோம்பல். மடிவுனா சோம்பல். அடுத்தது நந்து. நந்து. நந்துனா சங்கு. நந்துனா சங்கு. அடுத்தது புரிசை. புரிசை. புரிசைனா மதிலுங்க. புரிசைனா மதில். அடுத்தது புலை. புலை. புலைனா சாளரம். புலைனா சாளரம். அடுத்தது கயம். கயம். கயம்னா நீர்நிலை. கயம்னா நீர்நிலை. அடுத்தது பனை. பனைனா இங்க பாருங்க 3 சுழி நெய் வந்திருக்கு. இந்த பனை வந்தா 2 சுழி நெய் வந்தா அது மரத்தை குறிக்கும். 3 சுழி பனை அப்படின்னா அது முரசை குறிக்கும். 3 சுழி பனைனா முரசு. அடுத்தது நியமம். நியமம். நியமம்னா அங்காடி. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வரைக்கும் நீங்க வீடியோவை பார்த்ததுக்கு நன்றி. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் போடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நிறைய பேர் வீடியோவை பாக்குறீங்க, லைக் போட மறந்துடுறீங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் போடுங்க. வீடியோ பற்றிய கருத்துக்களை கமெண்ட்ல போட்டு விடுங்க. வீடியோவை முடிஞ்சா உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க. அடுத்து 102வது கேள்வி. ரவி. ரவி. சூரியன். ரவி அப்படின்னா சூரியன். அடுத்தது வெகுளி. வெகுளி. வெகுளினா சினம். வெகுளினா சினம். அடுத்தது நசை. நசை. நசைனா விருப்பம். அடுத்தது நேமி. நேமி. நேமினா சக்கரம். நேமினா சக்கரம். அடுத்தது விருச்சி. விருச்சி. விருச்சினா நற்சொல். விருச்சினா நற்சொல். அடுத்தது சுவல். சுவல். சுவல்னா தோல். சுவல்னா தோலுங்க. அடுத்தது கடும்பு. கடும்பு. கடும்புனா சுற்றம். கடும்புனா சுற்றம். அடுத்தது இரடி. இரடி. இரடினா திணைங்க. இரடினா திணை. அடுத்து படுகர். படுகர். படுகர்னா பள்ளம்.
படுகர்னா பள்ளம். அடுத்தது பொம்மல். பொம்மல் பொம்மல்னா சோறு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் படுகர் இதை கேட்க சான்ஸ் இருக்கு, நல்லா பாத்துக்கோங்க. அடுத்தது தன்பெயல். தன்பெயல். தன்பெயல்னா குளிர்ந்த மலை. தன்பெயல்னா குளிர்ந்த மலை. அடுத்தது பீடு. பீடு. பீடுனா சிறப்பு. பீடுனா சிறப்பு. அடுத்தது முனிவு. முனிவு. முனிவுனா சினம். முனிவுனா சினம். அடுத்தது நீபவனம். நீபவனம். நீபவனம்னா கடம்பவனம். நீபவனம்னா கடம்பவனம். அடுத்தது பண்டி. பண்டி. பண்டினா வயிறு. பண்டினா வயிறு. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதை கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு, பாத்துக்கோங்க. பண்டினா வயிறு. அடுத்தது காருகர். காருகர். காருகர்னா நெய்பவர். ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது போன எக்ஸாம்ல வந்ததுங்க. காருகர்னா நெய்பவர். அடுத்தது வெறுக்கை. வெறுக்கை. வெறுக்கைனா செல்வம். வெறுக்கைனா செல்வம். அடுத்தது நொடை. நொடை. நொடைனா விலை. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது எக்ஸாம்ல கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு. நொடைனா விலை. அடுத்தது பாசவர். பாசவர். பாசவர்னா வெற்றிலை விற்போர். பாசவர்னா வெற்றிலை விற்போர். அடுத்தது ஓசுனர். ஓசுனர். ஓசுனர்னா எண்ணெய் விற்போர். பாசவர்னா வெற்றிலை விற்போர். ஓசுனர்னா எண்ணெய் விற்போர். அடுத்தது மண்ணீட்டாளர். மண்ணீட்டாளர். இதுக்கான விடை சிற்பி. மண்ணீட்டாளர்னா சிற்பி. அடுத்தது கிளி. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கிளினா பறவை. இந்த கிளி. இந்த கிளினா துணியை குறிக்கும். இந்த கிளினா துணி. இந்த கிளினா பறவை. இந்த கிளினா பயம், அச்சம். அடுத்தது சுண்ணம். சுண்ணம். சுண்ணம்னா நறுமண பொடி. சுண்ணம்னா நறுமண பொடி. அடுத்தது சேக்கை. சேக்கை. சேக்கைனா படுக்கை. சேக்கைனா படுக்கை. அடுத்தது பாருங்க யாக்கை. சேக்கைனா படுக்கை. யாக்கைனா உடல். யாக்கைனா உடல். அடுத்தது அசும்பு. அசும்பு. அசும்புனா நிலம். அசும்புனா நிலம். அதுவே விசும்பு அப்படின்னு கூட கேட்பாங்க. விசும்புனா வானம். அடுத்தது படலை. படலை. படலைனா மாலை. படலைனா மாலை. அடுத்தது 129வது கேள்வி, கடைசி கேள்வி. ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த 129 கேள்வியில உங்களுக்கு எத்தனை கேள்விக்கு ஆன்சர் தெரிஞ்சது மறக்காம கமெண்ட்ல போட்டு விடுங்க. எத்தனை கேள்வியை கத்துக்கிட்டீங்க அதையும் கமெண்ட்ல போட்டு விடுங்க. சரி 129வது கேள்வியை பாருங்க. துணர். துணர்னா என்ன? இதுக்கான பதில் துணர்னா மலர்கள். சரி ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைய நாள் இனி நாளாக அமைய வாழ்த்துக்கள். அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி.